Man Ganiyeva Mavludaxonman. Farg'ona shahri Oqari ko'chasidanman. Mana shu ko'p tarmoqli viloyat oblastnoy bolnitsasida ikkinchi marotaba shifo topyapman. Hassa bilan keluvdim. Yurolmay qoluvdim. Mana hozir albatta hassa ham esimdan chiqib, o'zim yurib ketyapman. Sog' salomatman. Man qanday shifo topdim? Chunki bu yerda hamma analizlar bir joyda, fiziolecheniyalar bir joyda, konsultatsiya doktorlari, kardiologdan topib nevropatolog, hamma saharniy diabet, hamma diagnozlarni qo'yishib, kelib ko'rishib, hammalari bir joyda bo'lib, diagnozni qo'yib davolashyapti. Mana shu yerdagi medpersonalga, boshlig'idan tortib, Odil Mahmudovichdan tortib, hammalariga minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki hammalari xushmuomala. Bilasizmi, kasalingizni ichingizdan emas, mana shunday qilib ko'rsatib, sizni muomalasi bilan ham yaxshi qilib qo'yar ekan. Vaqtida muolajalar bo'lyapti. Iloyim kam bo'lmasin. Hammalari sog' salomat yurishsin.